Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Chorva Bom kanalining obunachilari. Mana bizning Samarqand viloyati Tayloq tumani Juma bozor mol bozoridan video syomkamizni boshlaymiz. 8-mart sanasi hafta kuniga yakshanba, har yakshanba bu yerda mol bozori bo'ladi. Video syomkamizni ashdan boqma buqala qatorida ko'rsatishni boshlaymiz. Kanalga yangi bo'lganlar obuna bo'lib qo'yingizlar. Chorvaga qiziqadiganlarga podelsat qo'yingizlar. Mana shu yerda kirish qism. Bugun bozorda odam gavjum. Odam ko'p. Boqma buqala qatorida ko'rsatishni boshlaymiz. Qaysi kanal bu? Chorva Bom deb yozasiz-ku. Chorva Bom? Nech pul aytyapsiz aka? 22 million. 22 million. Bozor so'radimi? 20 million so'm. 20 million so'm so'ratdi mana shu buqani. 22 million baho aytilyapti. 22 million so'm baho aytilyapti. 20 million so'm savdo qildi. Boqma buqala qatorida ko'rsatishni boshlaymiz. Nech pul aytyapsiz bunga? 21 aytyapman. 21. Bozor nech pul qildi? Bozor 19. 19 million so'm so'ratdi. 21 million so'm aytilyapti. Mana shu buqa 19 million so'm so'ratdi. Bular qo'sh mollar kitobsan ey. Nech pul aytyapsizlar bunga? 20. Bozor nech pul qildi? Bozor 18,5. 18,5 qildi mana shu. Nech pul aytyapsiz bunga? Nech pul aytyapsiz? 27. 27. Bozor nech pul qildi? 23,5. 27 million so'm bahosi aytilyapti. Bozor 23,5 million so'm so'ratdi mana shu buqani. Mana bular. Olasi nech pul? Olasi nech pul? Olaga 24 deyapman. 24. Bozor so'radimi? Bozor har xil so'rab. Nech pul qildi shu olani? 22. 24 million so'm baho aytilyapti. 22,5 million so'm so'ratdi. Shibit. Nech pul aytyapsiz? Nech pul? 23. Bozor nech pul qildi? 21 so'rayapti Shibit aka. Uni so'rayna. Unisini 19. 18,5 so'rayapti. 19 million baho aytilyapti. Yegasal u yigit ey. 8,5 million so'm so'rayapti ekan. Bu oni Ötüp verin. Verin şunu. Bir yarım kilo go'sht bo'lar so'ng. Nech pul aytyapsiz buni? Aka, barakatli olsun olasa. Ha? Inshaalloh Nech pul aytyapsiz? 18 yarim bozor so'rayapti. Ha, 18,5 million so'm bozor so'rayapti ekan. Ben onu koyacağım. Qaysi savdo bo'lyapti? Nech pul so'rayapti aka? Ya, 16ga baramdan yuring, beraman aka. Nech pul so'rayapti? 16'da oşu verelim. İşte 16'ga işimiz var. 16ga qo'shing beraman aka. 16ga beraman. 200 ekan 16 million so'm savdo bo'lyapti mana. Beraman aka. 16ga beraman. Mana shuni savdo qilyapti ekan. 200 ekan 16 million so'm deyapti.
savdo qilyapti. 200 kam 16,5. Nima qolsin deymiz aka. Qorasi nech pul? İkilisi hem 18'den kam. Ha, 18 dan kam bu. Bunisi 6 oylu. Bunisi 5,5 oylu. 6 oylikka 5,5 oylik deyapti endi. İston çatışka. Yana şey evet. Nech puldan aytyapsiz bular? 20 milyon. 20 milliondan bozor so'radimi? Nech puldan so'radi? Ikkalasini. 20 million so'mdan aytibdi. Bozor 36 million so'm savdo qilibdi. Birinchisi. Ha, ikkinchisi ekan. Odam ko'p juda ko'rsatish bo'lmayapti. Qaysi kanal jana? Sizlardanmi bu? Hay. Nech pul savdo bo'lyapti? Shvetsiyani. 15 million 16,5 million so'rayapti ekan. Bunisini-chi? 15,200 15,5 milliongacha savdo bo'libdi. Nech pul baho aytyapsiz, nech pul so'rayapti bu qan? 18 aytyapti. 18 aytyapsiz. 16 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. 18 million so'm aytilgan. 16,5 million savdosi bo'lyapti. Odam vaqti ko'p bugun. Mollarda yaxshi ko'rsatib turishga imkon bo'lmayapti odam ko'pligidan. Nech pul aytyapsiz buni? 20 millionga yo'q. Bermam. 20 millionga bermayapti ekan. Bu kimse 60 milyon oynamış. 63 milyon nereden koyalım? Ne 60 milyon? 20 de ya, 70 degan zanki. Chorva bom deb yozadi. Nech pul aytyapsiz bunga? 20 diyoruz zaten. 20. Bozor nech pul qildi? Olur 18 yarım soruyordu aka. 20 million so'm aytilyapti. Bozor 18,5 million so'm savdosi qildi. Bize kaçan YouTube'ga chiqamiz. Kaç ya? Bunu taylayım önüne gidiyorum. Tutamaz mı? Aka, ben çoğu geldim. Nech pul ekan bu Firuz aka? 25 deyapti. 25. Bozor nech pul so'radi? 25 million so'm aytilgan. Bozor 21,5 million so'm savdo qildi mana shuni. Yemeğden beni koyarsın. Ana şekerlerimiz yüzde alası geçmiyor diye. Nech pul aytyapsiz bunga? 22,5. Bozor nech pul qildi? 22,5. Ha, shunday eding-da, yo nech pul deyapsiz. Bozor 22,5 million so'm savdosi bo'libdi mana shuni. Galishtin Fris. Zotdan Galishtin zot. Mana shu yerda sotilganlar bo'ladi. Sotilganlar. Sotildimi bu? Nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 21. 21 million so'm olinibdi. Mana shu qizil nech pul aytyapsiz? 25. Bozor so'radimi? Nech pul qildi? 22 million so'm savdo qildi mana shuni. 25 million so'm bo'ldi. Vaqt aytilgan. Chorva bom deb yozasiz chiqadi. Qizil nech pul aytyapsiz? 28 million so'm aytilyapti. Bozor nima qildi buni? 26 ga bermabdi. Mana shu yerda baraka bo'ldi. Qaysi sotildi?
Qaysi baraka bo'ldi? Bo'ynagi necha pul bo'ldi? 200 ekan 17 million so'mga mana mana shu yerda baraka bo'ldi. Sotildi. Dostum. Keyingi videoni kattalab bo'qola qatorida olamiz hozir. Ot kiribdi mana bu yerda, ot ko'rsatamiz keyingi videoda.